Leksimizden üçüncü hürmetli vatandaşım leksimizge dikkat kılın. Dalai Lama, müstakillik muhim. Ortak menfaat tehimi muhim dedi. Mavzulu haber 9. ayının 15. günü Amerika avazının Xitay til programması ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Fransiyada ziyaretde buluvatkan Tibetlerinin manevi daisi Dalai Lama haftanın 4. günü Avrupa İttifakı Komitesi'nin notuk sözlep mundaq görsetdi. Müstakil, egelik hukukluk devlet kuruş bu muhim iş. Lekin ortak menfaat tehimi muhim. Jungo hükümetinin besimi tüpeyli Fransiya Cumhuriyeti'nin prezidenti oğlandı Dalai Lama bilen görüşmeydiganligini bildirdi. Fransiyada bir ali mektep mi Dalai Lama'nın mektepke berip notuk sözlüşünü bekar kıldı. Biroq Dalai Lama haftanın 3. günü Fransiya Kengash Palatasıga yetip kelgende 30 nefer Kengash Palatasının 30 nefer azası Dalai Lama'nı karşı aldı. Bu çoğunsan bu efendim. Dalai Lama mundaq görsetdi. Dikkat, hürmetli vatandaşım. O, Jungo alimleri bilen görüşkende, yani Dalai Lama, Jungo alimleri bilen görüşkende, karşı taraf, yani Jungo taraf, Uygurlarının karşılık görüştüş, hareketlerini mi, oxşaşla, otur yol siyaseti boyunca hal kılıdığanlıqını bildirdi. Dikkat vatandaşım. Dalai Lama mundaq görsetdi. O, yani Dalai Lama Jungo alimleri bilen görüşkende karşı taraf, yani Jungo taraf deydi. Uygurlarning qarşılık görüşüş hareketlerini mi oxşaşla otur yol siyaseti boyunca hal kılıdığanlıqını bildirdi. Hürmetli vatandaşım, Uygur'un arasında bir münafık Xitayga setildi mi qandaq bu tarafını bilmeymiz. Otur yol siyaseti boyunca bağımız dedim o qandaq bunu bilmeymiz. Şunun için mükafat gelişti mi bunu mu bilmeymiz. Ben Hanzu dünya hadio Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hükümeti rehberlerine ve siyasiyolarga şundaq deydi ki, birinci sizler chet elde gomaşda tayyorlash qaldırap ketmanglar. Ve devlet işide mi gomaşda tayyorlash qaldırap ketmanglar. Sizler tayyorlagan gomaşdalarni 21 asrdagi 20 milyon Uyghur xalqi qabul qilmaydi. Gomaşda tayyorlamanglar. Hatta G'arb devletlerini mi Uyg'urga gomaşda tayyorlab berishga qistamanglar ve ular bilan birlashib gomaşda tayyorlash uchun harakat qilmanglar. Fursatparastlarni, kazzablarni, qo'saq vaqtlarni ko'tarib chiqib Uyg'urning vakili qilamiz deb o'ylamanglar. Agar bundaq qiladigan bo'lsanglar, men ishonamanki, Jungoning siyosiy yo'llari vaqt sizlar Uyg'uristonda 1940-yillarda 20-asrda boshlangan 2-chi qatimliq mustamlika urushining portlashiga pilt yaqqan bo'lasizlar. Shu vaqtda Gomaşdalar, Gomindanga setilgan 3 nafar Gomaşdi, 3 nafar Gomaşdi. Uyg'urning davlat qurishiga qarshi turgan Gomaşdilar edi. Oxiri nima bo'ldi? Bu yerda ular g'alaba qildi, bu mag'lub bo'ldi degan gap yo'q. Oxiri cho'ng davlatlar o'rtasida Uyg'ur masalasi hal qilindi. Setildi. Uyg'urlar setildi. Uyg'urlarni setib etdi. Xalqaro siyosiy sohada setib etdi. Bu tarix qaytadan so'zlanish kerak. Biz lekin mushu kun, mushu oylarda Jungo siyosiy yo'llarining Uyg'urlar masalasini o'tir yo'l siyosati bo'yicha hal qilishi degan so'zni qabul qilamiz. Shart shuki, bu cho'qim o'tkinchi davr bo'lishi kerak. Bu cho'qim o'tkinchi davr bo'lishi kerak. Növbətdə meyli vəziyyətinin qandaq bo'lishinin qat'i nazar, Jungo hökumətimi o'ylaydigan va qiladigan ish, Uyg'urlarning o'ylaydigan va qiladigan ish Uyg'uristonda qon to'kilishining oldini olish. Hanzu va Uyg'ur millati o'rtasida qurolliq to'qinishning yuz berishining oldini olish. Masalani tinch yo'l bilan hal qilish. Başqalarını aralashtirib va başqalarını taklif qilib Uyg'uriston masalasi hal qilishni Suriya masalasiga aylantirib qo'ymaslik, qirg'inchilik qilmaslik. Tinch yo'l bilan hal qilish. Bu Xitoy ko'chmanlarga ham foydali, bu shundaqla ham shu yerda yashayotgan yerlik millat vatanning egisi Uyg'urlarga foydali. Biz mush asosda bu ishlarni qabul qilamiz. Shundaqla bu davlat bu qatim qurilgan o'tkinchi davrlik hukumat yoki apparatning o'zida o'tkinchi davrlik mayli Tibetlar uchun bo'lsin, mayli Uyg'urlar uchun bo'lsin, bu vaqtda markaziy hukumat tarafidan emas, balki o'rtaq kengashish, o'rtaq kelishish, o'rtaq tuzish, ya'ni qonun tuzish, o'rtaq
asası kanun tüzüş, asası kanunda milletlerinin takdiri ve olanın özünü belgilişini mukumlaştırış. Şundaklı bu işki cihette Halk Vekiller Kurultayının monopol kılışı dairesi demez. Bu kanun tüzüş Tibetler katlaşış, Uygurlar katlaşış gerek. Şundaklı bu kanun destekte birinci katında matbuat erkinliğini yol koyuş şart aslında Uygurlarning fikir verişini eliş gerek. Uygurlarning fikirini eliş gerek. Tibetlerning fikirini eliş gerek. Biz bu jarayonlar o'tmay turib siz Tibet meselesini mi, yani başka meselelerni hal qila olmaysizlar. Men hozir vatandoshlarımga shu narsani so'zlamoqchi edim. Paketimni ko'rishdiman deb unutib qolibman, lekin shuni so'zlab qo'yay. Hozirgacha men Turkiyada yashayotgan qo'saq vaqtlarning og'zidan bir jumla so'z anglab boqmadim. Bu qatim Turkiyadan bir hujjatga erishdim, hurmatli vatandoshim. Bu hujjat tekshirishdan o'tgan hujjat. Qo'limda hozir atimas ya. Budoqlik siyanda vaqt kelganda sizlarga ko'rishdiman, chiqaman deb unutib qolibman hozir. Bu hujjatda Uyg'urning doisi davlat nufuzi, Uyg'ur demokratik inqilobining rahbari Ahmadjon Qosim rahmatlik 1962 yiligacha Rossiya Kremlda KGB'ning turmusida hayoti saqlanib, 1962 yili Jungo hukumatiga o'tkazib berilgan. O'tkazib berishning sharti hozir Manjuriya mustamlikaga, Xitoyga mustamlikaga, Manjuriya bilan Rossiya o'tirisiga chegarada qaysi bir orolni Xitoy Rossiyaga berishi kerak ekan. Demek Xitoy bu orolni berdi. Hozirgi Xitoylarning talаш bo'layotgan Xishazadov degan orol balki mushu bo'lishi mumkin. Lekin kitobda Mavu orol deyilmabdi. Demek Ahmadjon apandini ve onun hamrohlarini 1962 yili Rossiya Xitoyga o'tkazib berib, Xitoy Xishazadovdek bir orolni, Manjuriyaning bir orolini Rossiyaga o'tkazib berib, moshundaq sodiq kelishdi. 1945 yılı birinci qatim Gomindan bilan Rossiya Stalin imzalagan Jungo Sovet shartnomasida Ahmadjon Qosimni elib chiqib ketib bir qatim setildi. Davlat setildi, davlat buni qarz qilindi. Bu qatim yani 12 yıl, 13 yıldan keyin uni turmadan Xitoyga o'tkazib berib, Ahmadjon Qosim rahmatlik va uning hamrohlari ikkinchi qatim setildi degan. Demak, Xitoyning qo'lidan Rossiya Xishazadov orolni o'tkazib oldi degan. Ben bunun paketini kelar qatımlıqlik siyimi to'g'ri kelganda kitobda sizlarga ko'rsataman. Mush kunigacha men Turkiyada yashayotgan ya Turkiyadan kelgan qo'saq vaqtlarning birisidan og'izdan bu so'zni anglamagan edim. Bu material tayyorlagan kishi Iqbal Qurbon degan kishi ekan. Bu kishini ba'zilar Tungan deyishidi, ba'zilar Uyg'ur deyishidi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar bu kishi shu vaqtga Sovet yoki Sovet Rossiyasi Xitoy o'tirishga munosabatlar viloyat deyilgan amaliyotda Şinjan yoki Uyg'uriston, Sharq Turkiston Milliy Demokratik inqilobining tarixi va arxivlarini to'liq biladigan odam bo'lish kerak. Demak, bizning Ahmadjonimiz mushundaq ikki qatimliq siyosiy so'da ikki qatim setildi. Bu qatim biz Jungo hukumatining Uyg'urlar masalasini o'ttir yo'l bilan, ya'ni o'tkinchi davrlik o'ttir yo'lda hal qilishini qarshi olamiz. Biz buning uchun inoqlikni, ittifoqlikni, qon to'kmaslikni tavsiya qilamiz. Hem Xitoy tarafga ham Uyg'urlarga shunda tavsiya qilamiz. Lekin o'tirdi bir qonun tuzilishi kerak. Hozir qaraganda endi kelayli Dalay Lama Tibetga berishdi, Tayvanni ziyorat qilishdi, amaldan qoldirganda balki Junguni yuz xatir qildi. O Jungudan qo'rqqan emas. Junguni yuz xatir qildi. Men o'ylaymanki Dalay Lama 81 yoshga kirdi, yaqinda Tibetga qaytdi. Demek bir yerde hal qilish o'xshashli bir vaqtda boshlandi. Uyg'uriston yoki Sharq Turkiston masalasini hal qilish o'ttir yo'l bilan, o'tkinchi davr Tibet masalasini hal qilish o'ttir yo'l bilan. Demak, bu o'ttir yo'lni Dalay Lamaning siyosatini Jungo taraf qabul qildi degan gap. Lekin shart shukanki, qurolli to'qinishning oldini olish. Men o'ylaymanki, bu hal qilish qachon vaqt jihatini aytganda shunda qiyos qilishga bo'ladiki, 10-oyda echiladigan 18. navbatlik partiya qurultayining 6-chi umumiy yig'inidan keyin balki Dalay Lama Tibetga qaytishi mumkin. Bu faqat qiyos va paras vatandoshlarim tahlil qilib olsa bo'ladi.